Demak, 2020 baza 4-savol. Quyidagi holatlarning qaysilari to'g'ri? Molekulalar atomlardan tashkil topgan. Suv molekulasi ikkita vodorod va bitta kislorod molekulasidan tashkil topgan. Bir to'g'ri. Fizik hodisalar kimyoviy hodisalardan farq qilib, fizik hodisalarda molekulalar saqlanib qolmaydi. Suv suyuq holat, gaz holatga o'tishi fizik hodisa. Demak, suv suvligicha turib saqlanib qoladi. Bu yerda saqlanib qolmaydi deganligi uchun bu noto'g'ri. Xo'p. Kimyoviy hodisalarda molekulalarning kimyoviy tarkibi o'zgaradi. Vodorod degan modda kislorod degan modda bilan ta'sirlashib, mutlaqo yangi xossali suv degan moddani hosil qilyapti. Bu to'g'ri. Demak, kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning massasi hosil bo'lgan moddalarning massasiga teng bo'lmaydi. Mana temir 56 gram, 32 gram, ya'ni 88 gram moddalar reaksiyaga kirishib 88 gramni hosil qilyapti. Bu yerda teng bo'lmaydi deyapti, asli teng bo'ladi. Shuning uchun bu noto'g'ri. Molekulalar o'zaro tortilish va itarilish kuchi mavjud. Ya'ni haqiqatdan ham mavjud. Molekulalar o'zaro tortiladi va itariladi. Shuning uchun 1, 3, 5 to'g'ri. A javobni olamiz.